qurilish materiallari sotadigan bir do'kondamiz. Bu do'konni oldi tomoniga, ya'ni oldi qismiga ba'zi narsalar taxlab qo'yishadi. Va buni kechqurun yana ichkariga do'konga olib kirmasdan, balki mana bu to'siqlar yordamida mana shu holatda shundoqqina yopib qo'yishadi va ertalab ishga kelinganda mana shu narsalarni qulfidan ochib turib, chetga surib taxlab qo'yishadi yana. Juda bir yaxshi narsa o'ylashgan, balandligi 2 metrlik, uzunligi 2,5 metrlik 3D Eurosetkani 4x2 profilga karkasga olib turib, mana bunday g'ildiraklar bilan shu to'siqlarni qo'yilgan. 3D Eurosetkadan va profillardan mana shu kabi to'siqlar va boshqa muayyan bir o'zingizga kerak bo'ladigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, shu setka sohasida, metal setka sohasida Xotxoz setkaga murojaat qilinglar, raqamlarimiz ekranlarda. Shu va shu kabi va bundan boshqacha format o'lchamdagi narsalarni buyurtmalar asosida tayyorlab berishimiz mumkin.